Shu bulchkamni prosmotri 1 milliondan oshgan desam ishonasizmi? Ishonavering, shunaqa yumshoq bo'lib chiqadigan bulchka tayyorlaymiz. Siz so'ragan va kutgan strezeli bulchkaga iliqdan sal issiqroq bo'lgan sut hamda shakar solib yaxshilab aralashtiramiz. 2 osh qoshiq drojani ham solib aralashtirib, 1 dona tuxum solib, uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Yog' hamda oldindan elib olingan unni solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Ustini strech bilan yopib 1 soat davomida mikrovolnovkaga oshirishga qo'yamiz. Xamirimiz oshib bo'lganidan so'ng duxovka listiga dumaloq qilib terib chiqamiz va yana 10 daqiqaga oshirishga qo'yamiz. Momiqqina bulchkalarimiz ko'tarilguncha strezilini tayyorlab turamiz. Idishimizga shakar, un solib aralashtirib, xona haroratidagi margarinni solib, yaxshilab qo'limiz bilan aralashtirib urvoq qilib olamiz. Ko'tarilib chiqqan yumshoqqina bulchkalarimiz ustiga tuxum sarig'i surib, ustiga hamma joyiga strezel sepib chiqamiz hamda duxovkaga pishirishga yuboramiz. Shunaqa barakali bo'lib chiqadigan yumshoqqina bulchkalarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Yaqinlaringizga yuborib obuna bo'lib qo'yishni unutmang.